Mening ismim Adam. Etner padşahlığının şahzadesi. Bu yerdə Sırlıq Qaliskar qələsi var. Bu yolvas mening ən yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qattiqda olayman. Bana güc-qüvvət ata! Bu çağda yolvas, əriş yollusuq aylanıdır. Mən Xiymenge, aləmdiki ən qudretlik adəmge aylanıyorum. Mening özgürüş sırımni dostum Şadutberi son sırız. Yasao, Denk ve Olko 3 kişili bilir. Biz birlikte rezillik mənbiyi İlantaq qalasını kelgan alvaslar bilan kurash qilamiz. Ödünüp qalay dana skeleçya. Mağa yeni bir qıtın fürsət bəgi. Ödünüp qalay. Meni ilantıqda qoğulup etme. Skeleçya, ödünüp qalay. Ağzını yum, uzun yolluk kalma. Ben senin yalvarışı valaklaştırığından toydum. Endi bir yerde lazımın yok, kutu mu? Tez yok ol, kan çırak kessen üçüncü yakşı. Ey, Osman'dan hatalık zannime. Eş nime? Skeleçya onu Xeymende köp yığılıp qalğanlığı, onun üstüge çırayı yakmağanlığı üçün şundak qıldı. Xudağa şükür. Şu cağdayını mı sen üyya demezkense? Senin kamçan, Osman. Skeleçya! Ahire senin ornun mu belli yok olsun. Yok ol. Senin sert çırağınla dertligini közem köy müsün? Yaxşı. Ben yani qaytıp gelime. Bırak, yani gelime. Bildin mi? Ha? Yeni kayıt gidemişsen? Özəmnin karametini sana uğuptan görsüp koyma. Sen de en ahırsı görmedin. En ahırsını! Bu yerde barlık esvaplar sınaqılınıp boldu. Can maşinisi mi tayyor oldu? Padişahın etlerini közden köçürüşünü kütmekte. Pek yaxşı, biz kaça yolga çıkıp gelmiyoruz. Ha biz bağmayınız. Padişah özü haydap yalğız yolga çıkıdı. Fakat ne onun hemrahı olma. Yani onun en yaktırdıgan, en kudretli palvanı billi oludu. Ahay, Adamı şahzade, əlbəttə, onun meni muhafizəçilikə belgilişini ümid qılımı. adıl bamaptı. Men mi barmen? Hakik kakildiğini men. Senin en yakşı yardımın bu yerden jirak duruş. Lekin men sizlarga hech qanday xabarchilik deb bermayman. Hadi bering. Ya, Oko, Oh, o işçi solunup kaldı. men chiqib ketay. Men chiqib ketay. Qaysi to'p tutish ko'nib edi? menimcha biz yordam berishimiz kerak. Nima ish bo'ldi, Yasavul? Can maşinisinin bel çatakları tügümetli. Hemen el kırılık etti.
Jang mashinasi, men Xeyman. Daral barliq harakatini to'xtat. Tushundim, qiymanlik isbotlandi. Barliq harakat to'xtasin. Mashina harakatdan to'xtadi. Xotirjam bo'linglar. Sen daim başkalarına yardım berishni yaxshi ko'rsa, qani, marhamat. Oo, valaqshima. Men uni yasab qo'yishim mumkin. Xeyman, men sening Okoni qanday qutqizganligingni ko'rdim. Qaltis patrullik qilding. Rahmat sizga oliylari. Odam yaralanmaganga baxo'shal bo'ldim. Etnir uchun ko'p kuch chiqarding yigit. Biz bilan bir septi turganligingdan faxrlanamiz. Rahmat oliylari. Xeyman, sen padişahın muhabbetçisi bo'la olamdikansan. Neymiş ki bolamaydı ekanman. Biroq ba'zida u sendan ancha zo'qlanmaydi. Sen bilirse, şahzade adam boğalığım üçün pervasız kıyafet kirvelip məxfiyetimni saklayma. Elbette dadamның kabiliyetimni közge ilmasligini mi kalamayma? U bularni bilsili bo'latdi o. Adam, yasa ol. Men bugun sizlarga o'zim belgilagan muhofazachilarimni uqtirib qo'ymoqchiman. U yigit mening bir necha qitim maqtishimga va xalqimning ishonchiga erishdi. U kuch-quvvatga ega Xeyman. Xeyman? Yasa ol. Sen ko'p qitim Xeyman bilan qalblik ham qarashgan. Hozir uning bilan tez aloqalasha olasan. Albatta bo'ladi oliylari. Lekin meningcha ziyoratga menimi birga ep chiqsang bo'ladi dedi da. Shundaqmi adam? Biroq sen azaldan siyosiy ishlarga qiziqmaydigan tursan balam. Mening bu qitimqi ziyoratimga tajribasi mo'l ham ishonchli muhofazachi kerak. Ben tushundim. Kayfiyating boshqacha-ku. Men sana yordam bera olmaymanmi? Uzundan beri men Xeymanning qudratini saqlab keldim. Lekin maxfiyatlikni saqlash uchun odatda hammishqi parvosiz qaraydigan va mas'uliyatsiz qiyofatga kirib oldim. Men bu niqobimni ep tashlasam, dadamı mendan faxrlansimikin deyman. Sening qiynalayotganligingni tushunma. Adam, sen cho'qim kuch-qudratingning majburiyatiga mas'ul bo'lishing kerakligini tunig'in. Agar Xeymanning iskilitcha va boshqa dushmanlari bu maxfiyatlikni bilib qolsa, ular sening va oilangning xotirjamligini buzadi. Men ailemga avarchilik tepib berishni xohlamayman. Dadamga maxfiyatligimni demaymi, uni qoyil qila olmayman. O'ylig'ining bo'yicha ish qilsang xatolashmaysan. Adam, ehtiyot qil. Acayip bir nas bastı. İskelet şahını şunca yıl capa çekip küssemmi. O meni rahim kılmazsan koklap çıkardı. O iskelet başlık ablah nemi üçün meni halgan cahidi ededi o. Ben yanını bozmam şundak o. Baharlık hayvanlarının dayısı. Bu sen mi bastı? Bana o mevini üzüp be. Erkütün çakar olsun. Ben emniyetki yüzleşim gerek. İlan tekini ağık derek kılmasam hiç işte başka elip çıkamayım ben. O ne mi? Ha? Men yanala Xeymanni muhofazachi qilishni loyiq ko'ryapman. Lekin dada, agarda kelgusi podshoh bo'lsam, davlatni qanday boshqarishni o'rganishim kerak-ku. O'zingni tutib ol adam. Bu bir muhim sayohat. Bu chog'da ba'zi masalalarni muzokara qilishga vaqt yo'q. Bilaman dada, sen bana ishonib qolasan. Podshoh ki, muhafazachisim yo'q ki. Agar tutib ola olsam, iskili shah mening qaytib berishimni cho'qim qarshaladim. Bu yoqqa kelinglar jangchilar. Jangga tayyorlanaylik. Oldinglarmi? Bu yoqqa kelinglar. Tir! Bizning birinchi bekitimiz nerede Yasavul? O'rmonning u tarafidagi Derestor shahri. Yana bir necha soatdan keyin yetib boramiz. Nima ish bo'ldi? Hayvan saysi. Ular bizning mahturni buzib qo'ydi. İlgilenmeyden bulduk. Hiç amal kalmadı.
Ciddileşme dada, ulanın adamını üzen birime. Adam, to'xta, qaytib kel. Bu to'ng'litish nuri ulanı çokum yo'qta alaydi. Boyliq qo'rqinchoq odam shahzodi bu. Qandaq. Meni qo'yib bosman, bo'lmasa baka alamda qalasa. Xafa bo'lma shahzoda. Sen elimde qalasan miki? Endi dadam qutulanmaydi. Xan ordusidagi barliq oltinlarni bugun kechda Ilandiga yo'tkab beringlar. Mening buyrug'imni anglanglar. Bu podshoh endi Iskilit shahrining zindonidan mangu chiqolmaydi. Meni qo'yib o'tinglar. Dada, Sen biz bilan birga mangma. Uqdingmi? Sizlar turib tursanglar, ondan erkin bo'la olasizlar. Bu yoqqa mangsizlar, hurmatlik oliylar. Bu uzun yumluq maxluq. Sen yaxshi oqibatga qolmaysan. Kim bana do'stlik qila oladi ekan? Eliqqa ag'ganmas o'g'lingmi? Bugun kechda o chiqqanda uni tutib olib qolmay, sening oltinlaringni elib olaman. Maxluq, agar uning bir talmoyiga tegilgan bo'lsang, Sen bilan Iskilit shahrida ko'rishsizlar. Tajovuzchilar. Bosman yana qaytib ketdi. Sen yana nima qilg'ili kelding? Qiljon tashla kalva, bu men. Landasha, qaytib chiqibsan Bosman. Men Iskilit shahriga kichikkina so'g'ib keldim. Iskilit shahsining qaytib kelishingga cho'qib qo'shiladi. Eliqqa Iskilit baş ne ketdi? Onu kim biladi, ha? U hayotlikqa buzg'unchilik qiladigan bir ishni qilish uchun olamga ketdi. U boshqalarni boshlab ketdi. Bugun navbatchilik menga keldi. Undaq bo'lsa, biz mehmonni solab qo'yaylik. Ondan mening kelganligimni tabriklasan qandoq, ha? Nahayt yaxshi. yaxshi olib qoldingmi? Men hech nima bo'lmadim, lekin podshoh u Bilaman. O bosmanning tutquni bo'lib qoldi. nemishki shu chog'da xiymanga aylanmaysa odam. Dadamga mening botirligimni ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Mag'lub bo'lishimni o'ylamabdimi? Man qara balam, sening xiymanning qudratiga erishishing boshqa maqsad uchun emas, faqat boshqalarga yordam qilish uchunla. Sening xiymanning kuch-quvvatiga ega bo'lishingni o'z xo'jaliging uchun deb qilib bo'lmaydi. Tushundim. Qanday qilishimni o'zim bilaman. Sen bu yerda qilib jang mashinasini yasab turgin. Hech nimadan ansirma. Ularga o'zim taqobil turaman. Seni uchun ko'tirmatdim. Sen Iskilit shahrining eng ko'z ko'ringan polvoni, Rashundaq Bosman. Men sening qaytib kelganligingga hayron qoldim. Sening burunga amilingni o'stirish kerak. Beni aldırmakçınsa, seni uğurlaştırış koygan kişi ahmak, beni kallama adam. Sen bir eş yapandın mı? Yok, bu senin hıyalın. Deldiraklar karavul.
Neşa, siz bu yerdimi? Ben hatalaşmağandım mı? Men bu yerda Xiyman. Ha? So'sishning bo'g'ini nayt yaxshi bo'ldi. Asta aileleri, tələyləri bakən. Mən sizini qutuldurup, ola sezib ağacı bexətər cəqə elib baray. Andım biz. Signal verildi. Padişah, o kaçtı. İskele Şah'ın uçurduğun maşını adamı unutup ilerleydi. Yeni bir əgimdən ösəklə çıxıb gedimiz. Teslim olun lan, bu yerden çıkıp gidemeyiz lan. Ulağı üzəm təqabül turay, aileleri. Nima? Men bu fursatni qo'ldan bermanmi? Men odam bilan Yasovulga yosh vaqtimda bokschi ekanligimni aytmagan. O, hozir odam ko'rsa hayron qolmasmi? Şundaqma, əlbəttə. Men ömrümde bundaq yürekli urushib baxmagan. Yosh vaqtimdikidek kuchim bormi yo'q? Bir ko'rib baqay. Bosman o'g'lim qizni yan yetkizmagandi. Yo'q, o nəhayət yaxşı. Men balamni suyman. Sen bilirsən, ba'zi chaqlarda uningga sal qattiqlik qilaman. Biroq uning ko'nglimni tushunishini umid qilaman. Oti bo'lgan odamning o'g'liga men seni suyman deyishi bek tas. Adamның mı bu sözünə nəhayət təsir deydiğən vaxtı boludu, aileleri. Sizler kaçamayızlar kalmalı. Benim kalbim meyvemle ip kaçmak şu mu? Hemen. Xiyma! Bək qızıqarlıq gəl, bək qızıqarlıq. Bundaq oğurluqçı başqalardək yasını veliş ancı yaxşı əməz, o demə, hey! Ulağı özümüzni bir titib qo'yaylı. Biz mağaileye hörmətlik aileleri, adam sizni görsə çoxum xoş boludu. Ey Bosman, sen yeni yıkıldın. İskele Şah bilip kalsa, senden tekim öğrenciydi o. İskelet şah. Sen cime aşı iskeletten muddası bu hiç iş kılamdı mı? Ha? Eğer onun sen çırağını zadını kömüken bolsam, benim talim uğdun gelgen bulattı. O uzun yumluk bak. Ağzını Sinan tiranı teatir soymusan olmaydı. İskelet padişahım, beni çöndürüşümle anla. Balıt. Lekin evvel beğenip hakız tazla. Sen mi bağım orman? Tez bul ona. Hop, hoş buluşunuzda ümit kılma. Dört kalma, benim bala koydum. Hazırlı tazılay. Bu mu? Üyümge kaytıp gelgen gıla okşaş. Qaraganda bu jang mashinasi hayvonlar sayisiga uchrab qilib bizga xatar keltirgan bo'lsa-mu, lekin cho'ng ziyon tatmabdi. Hayvonlar sayısı intayin g'aljirlashgan bo'lsa-mu, lekin siz hech narsa bo'lmabsiz. Qiymanga rahmat aytish kerak. Sen uningdan o'rgan odam. Meningcha men hammani gün boldum. Bu nima deganing odam? Oh, hech nima dada. Men burun boksyorni yaxshi o'ynaydigan, hozirmi kuchlik bo'lgan kishiga o'xsham demay yo'q. Yo'q, o'xshamaysan. Ha? Bu nima degani? Yo'q, bu mumkin emas. Bugungi hikoya ota-onaning bo'lsiq bo'lgan muhabbati to'g'riliq so'zlangan. Men ayta olamanki, bu dunyodagi hammadan bir kishilik hissiyot. Bu
tabiiy hissiyotni har qanday kishi o'zgartirib bermaydi. Balkim odamning dadasiga o'xshash sizning ota-onangizmi seni so'yman degan so'zni o'ng'ayliqcha deyamaslik mumkin. Shundaqdimi siz ularning sizni yaxshi ko'rdiganligiga ishoning. Siz qachon eng oxirgi qitim ota-onangizga seni so'yman degan? Ha,